gul olib kelyapti. Nahotki menga erim berib yuborgan bo'lsa-ya, kecha urushib qolgandik. Yarashish uchun berib yuborgan. Erim dunyodagi eng yaxshi erkak. Men adashganman. Ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q. Assalomu alaykum. Muqoy opa sheda ishlaydimi? Nimaga? Xo'jayinlar gul berib yubordi. Ona qo'yur. Turiy qalbingdan muqoy ishlamaydi bu yerda. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? O'zim nimadir men bilolmadim, sevgimaydi tushunolmadim, ammo armonlarim Kim ekan Dilnoz? Adashib ketdi.